Yaponiya o'zgacha davlatda har bir haydovchilik guvohnomasini o'zini yaroqlilik muddati bo'ladi. Shuningdek, menga ham uyga xat keldi. O'zingizni haydovchilik guvohnomangizni kelib almashtirib keting degan va kelib shunchaki almashtirmaydi. O'zini qonun qoidalari va tartiblari bor. O'shani hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Politseyskiy uchastkka kirishdan oldin aytgan taqib olamiz, chunki hozir zreniyalarimni ham boshqatdan tekshirishadi. Ay, konnichiwa. こっちが空いてるかもしれないけど、ちょっと待って。はい。出るか出んかわからんね。はい、ありがとうございます。どうも。Hozir biz очередda turibmiz. Biz bu yerga bronирование qilib yozilib kelish kerak ekan. Men yozilmagan edim, o'shaning uchun 1 soat kutasiz deyishdi. Mayli, kelganga yarasha kutaman endi. Men choy ichmagandim, o'shaning uchun politseyskiy uchastkning ichida kafecha bor ekan. Kirib, hozir bu narsa olaman yeyishga. Guruchli onigiri oldim, mayda ikrali, mentaytoli. Men bitta bulchka sotayotgan ekan, long life yozilgan, uzoq umr degani. Uzoq umr ko'rarkanman deb bulchka ham oldim va shirchoy. Xullas, hamma dokumentlarni hozir kserokopiya qildirishdi va pulini to'lashga ketyapman. Ikkinchi xonaga ketyapmiz endi. Biz to'ladik 3600 yen, taxminan 20 dollar. Biz bu yerda savollar: xushingizdan ketganmisiz? Alkogol ichganmisiz? Vrachlar sizga zapret qo'ymaganmi mashina haydashga? Ruxondinovna, chotto muzikashi. O'zlarimni tekshirdi pravaga. Bu qiz Hachiban. Achkilas rasmga tushdim. Endi 3-etajga ketyapman, leksiya eshitishga, darsga o'tiraman. O'zi 2-xonaga borib o'tiring dars dedi-da. Xullas, pravachalarimni olib chiqdim. Bundan oldingisi tilla edi. Tillamni olib qo'yib, ko'k rangidan berishdi. Tilla degani bu haydovchi juda ham zo'r kategoriyada, umuman yo'l qoidasini buzmaydi degani edi. Lekin 3 yil oldin men bitta yo'l qoidasini buzib politsiyaman ushlagan. O'shaning uchun ko'kka almashtirib berdi. Xullas, mayli, hech qisi yo'q. Keyingisini xudo xolisa tilla qilib olamiz. Va 1 soat ichida nima haqida darslar bo'ldi? Yangi qonun qoidalar, yangi shtraflar, narxlar oshgani va Aichi, u Yaponiya bo'yicha aynan bizani shahar, bizani prefektura Aichi avariyalar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Iltimos ehtiyot bo'linglar, yo'l qoidaga rioya qilinglar deyshti. Menimcha, ora-orada mana shunaqa qilib pravani yangilab turish juda ham foydali hamma uchun, ham водительlar uchun, ham peshexodlar uchun.